Salom hammaga. Bu videoda Minecraft'ni ya'ni kompyuter versiyasiga o'rgataman. Uning uchun Play Marketga kirib, po'ja launcher deb qilib yozamiz. Keyin birinchi chiqqan mashinalarni ustama qilamiz. Xo'sh, tezroq ustanalik bo'l. Birinchi po'ja launcherga kirib olamiz. Razрешить bosib, local account ochamiz. Local accountga xohlaganingizga nom bersanglar bo'ladi. Masalan, deb nom beraman. YT bosib, YT yozamiz. Okey. Xo'sh, boshqani kiritib ko'raman. YT mana o'chirganimizdan so'ng versiyada olishimiz kerak. Vibratsiya. Nima ketyapti? Men masalan versiya 1.18.1 shuni saqlanib grad tugmasini bosamiz. Mana shu to'ldi. To'lish kerak shu. Joyini o'tkazib olaman. Mana ustani aytib qo'yganimizdan so'ng grad tugmasini bosamiz. Mana Minecraftga o'zgarib ketadi mana. Xo'sh. Salkam xohlasangiz mishkada mana qilasizlar. Sizlar mishkasiz. Xo'sh, mana Minecraftimiz ochishni boshlayapti. Chekadagi knopkalarga e'tibor bermasam, ularga e'tibor beramiz. Hammasi yaxshi. Bu knopkalarni yo'q qilish degan alohida video qilaman. Xo'sh. Kiramiz. Mana kirdik. Mana rasmni bitta yaratib ko'ramiz. Xo'sh. Tezroq to'l bo'lsa, keyin o'yinda o'ynashini xuddi kompyuter o'ynaganlar bilan bir xil. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Qo'llar mana kompyuterga to'g'ri mishka chiqyapti demanglar, tekshirib ko'rasizlar. Mishka o'zi chiqarkan. Xo'sh, sekin to'g'ri. Judayam sekin to'g'rarkan, lekin kompyuter tez so'radi. Bitta kompyuterdagi yaxshi joyda. Bu kompyuterda hozirga e'tibor bermaymiz. Yaqinlashtirib o'ynasam bo'ladi. Hozirga e'tibor bermaysizlar. O'yindan yoki boshqa narsalar chiqyapti.
turibsizlar. Yurtlarni hammasi zo'r ishlangan. Hamma yo'q bor. Yarimta qulay tarafi masalan bu narsani olgandan keyin mana ikkinchi qo'lga qo'ysa bo'ladi. Oddiy Minecraftlar bunaqa qilishim yo'q. Shu bilan videomiz tugal. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.